insonlarni bir-birlari bilan muomala qilishda qanday odobda bo'lish kerakligi haqidagi kelgan hadis shariflardan ba'zilarini eslab o'tamiz. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat etganlar: "Al-mu'minu ilfun ma'lufun va la khayra fi man la ya'lafu va la yu'laf." Mo'min inson, musulmon inson boshqalarni do'st tutadigan va o'zi ham boshqalarga do'st tutiladigan bo'ladi. Do'stlikka tanlanadi. Odamlar bu odam bilan do'stlashishni yaxshi ko'radi. Mo'min shunday. Va do'sti bo'lmagan, do'stiga tanlanmaydigan ham insonlarda yaxshilik yo'qdir deb payg'ambarimiz alayhisalom eslatdilar. Demak, insonlar kim bilan do'st bo'lishni xohlaydi, kim bilan yaqin bo'lib hamsuhbat bo'lishni xohlaydi. Kimiki axloqi chiroyli bo'lsa, vafosi chiroyli bo'lsa, muomalasi chiroyli bo'lsa, xush muomala bo'lsa, xush odob bo'lsa, demak musulmon inson shunday bo'lishi kerak. Ana o'shanda insonlar uni do'st tutadilar, ular do'st bo'lishga intiladilar, ular ulfat bo'lishga harakat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu narsani eslatdilar. Bu o'rinda kelgan ko'rsatmalarning avvalida birinchi bu muomalada ko'rinadigan narsa, inson bir musulmon boshqa bir musulmon bilan ro'baro kelgan vaqtda teskari qaramasdan, qovog'ini solmasdan, ochiq yuz, ochiq chiroy bilan salomlashligi kerak, bir-birlariga salom berishlari kerak. Mana shu o'rtada hurmatni, o'rtada musulmonlar o'rtasida samimiyatni, musulmon insonlarning bir-birlariga bo'lgan mehr oqibatni mustahkam bo'lishiga sabablardan bir sabab bo'ladi. Bu xususda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyatlarida ham bir muncha bizlarga eslatmalar bergan. Jumladan Niso surasining 86-oyat karimasida Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat etadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Alloh taolo eslatadiki, qachonki sizlarga biror salom beriladigan bo'lsa, sizlar undan chiroyliroq qilib alik oling yoki hech bo'lmaganda o'sha darajadagi ibora bilan salomiga javob qaytaring deb eslatadi. Demak, mana insonlar ro'baro kelganda salomlashlikni qanday bo'lishligi kerakligini, uni lafzlari qanaqa bo'lish keragigacha Alloh taolo ta'lim beryapti. Ya'ni bir inson sizga ro'baro kelganda salom bersa, undan chiroyliroq javob qaytaring. Odatimizda, musulmonchiligimizda assalomu alaykum degan salom bilan salomlashtiramiz. Bu musulmonlarni salomlashligi. Xayrli tong degan ma'no bor. Mana shu xayrli tong degan so'zni rus tilida ham ishlatiladi. O'sha o'zini dobri utra deydi misol uchun, yoki arab tilida ham ishlatiladi. Sabohal xoyr deydi yoki shunga o'sha hamma tilda mana shu bor. Ya'ni xayrli kun, xayrli tong, xayrli tun. Arablarda ham shunaqa bo'lgan. Sabohal maso, xayrul maso, shunga o'xshash jumlalar kelgan. Lekin bu musulmonlarni salomlashligi emas ekan. Balki musulmonlarni bir-biriga ro'baro kelganda beriladigan salomlashligi bu assalomu alaykum kalimasidan ishlatishlik. Ulamolar aytadiki, xayrli kun desa yoki xayrli tong desa, unga xayriyatni, yaxshiligini xohlayapti o'sha tongni o'zida. Ya'ni ertalab sizga yaxshilik bo'lsin yoki kech tun yaxshilik bo'lsin. Bu bir ma'lum bir qisqa muddatga belgilanib qoladi. Endi musulmonlar berayotgan salomlashda butun yaxshilik, Allohning rahmati, barcha yaxshiliklar, xayriyatlar kun mobaynida to'la sizlarga bo'lsin degani. Musulmon odam ma'lum bir vaqtda bir-biriga yaxshilik ravo ko'rmaydi, balki to'la vaqtda, butkul hamma vaqtda bir-biriga yaxshilik ravo ko'rguvchi bo'ladi. Demak, musulmon insonlar assalomu alaykum kalimasini ishlatishlari kerak deb aytadilar. Assalomu alaykum kalimasiga va alayk yoki va alaykum degan so'z bilan sizga ham, ya'ni sizga Allohning rahmatini xohlayman, Allohning salomini so'rayman, salom nomli jannatni sizga ravo ko'raman, Xudodan so'rayman desa, salomning ma'nosi shuda endi. Unga nariga eshitgan odam va alayka, sizga ham, va alaykum, sizlarga ham degandaqa javob qaytarsa, salomiga javob qaytargan bo'ladi. Lekin Alloh taolo aytayaptiki, sizlarga bir odam salom beradigan bo'lsa, undan chiroyliroq javobingiz bo'lsin. Sizni aligingiz, salomga berayotgan aligingiz undan chiroyliroq bo'lsin. Shu xalqning tilida bir gaplar ba'zi yurib qoladi, salomga qarab alik qilinamiz deb. Yo'q, salomga qarab alik qilishlik
Bu ham qaysidir ma'noda o'sha boshqa millatlardan bizga kelib qolgan keyingi vaqtdagi tushunchalardan. Biz salomiga qarab alik qilishimiz kerak emas ekan. Balki Alloh taolo aytayaptiki, sizlarga kimdir bir salom beradi, kimdir tomonidan sizga salom berilsa, undan chiroyliroq qilib alik oling, javobini undan chiroyliroq qiling deyapti. Mana Alloh qanday ta'lim beryapti. Biz mana shu narsani tushunishimiz kerak ekan. Assalomu alaykum desa va alaykum assalom va rahmatullohi. Mana va alaykum sizlarga ham salom bo'lsin, sizga salom bo'lsin desa, sizga ham salom bo'lsin va Allohning rahmati bo'lsin degan qo'shimchasi bor. Ya'ni assalomu alaykumga va alaykum assalom to'g'ri keladi, javob o'ziga muvofiq. Sizga salom tilayman desa, sizga ham salom tilayman, lekin Allohning rahmatini ham deyishlik bu haligi javobni salomdan ko'ra kuchliroq ko'rinishi. Bunda salom so'ralsa, bunda ham salom ham rahmat so'ralyapti. Agar bir inson assalomu alaykum va rahmatulloh deb ikkita narsa, sizga salom va rahmat so'rayman desa, Allohning salomi rahmati bo'lsin desa, demak javob qaytarishdan undan yuqoriroq bo'lishi kerak bo'lgan ko'rinish va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Va sizga ham Allohning salomi, rahmati va barakati bo'lsin degan shaklda so'zlar bilan javob qaytarganimizda biz Alloh taolo o'rgatgan shaklni qilgan bo'lamiz. Hech bo'lmaganda buni bilmagan, bu masalani tushunmagan, bilmagan odam endi o'zini holatida javob qaytarish kerak bo'ladi. Ya'ni assalomu alaykum va alaykum assalom, assalomu alaykum va rahmatullohi va alaykum assalom va rahmatulloh deb qo'yish kerak. Shuni ham qilmaydigan bo'lsa, unda bu salomlashning tartibini buzgan hisoblanadi. Va mana shu salom bobida ulamolarimiz kimga salom berishlik me'yorlarini ham ko'rsatib bergan ekanlar. Ya'ni piyodaga ulovdagi odam salom berishligi kerak ekan. Siz bizni mashinada bugungi kunda mana ulov mashinada. Mashinada ketyapsiz, yo'lda bo'yida kimdir turibdi. Siz uni to'la ochiq oydin ko'rasiz-da, turgan odamni, haydovchi tashqaridan. Lekin tashqaridan mashinadan ichidagi odamni chola ko'radi yoki kallasini ko'rish mumkin yoki g'ira-shira aniq ko'ra olmasligi mumkin. Siz demak ulovdagi odam piyoda turgan odamga salom berilar ekan. Birinchi boshda shunday bo'lish kerak ekan. Va ozchilik ko'pchilikka salom beradi. O'tirgan odam yurgan odamga salom beradi deb ulamolar buni me'yorlarini ko'rsatib bergan ekanlar. O'tiribsiz, odamlar o'tib ketayotgan bo'lsa, o'tirgan odam yurganlarga salom berish kerak bo'lar ekan. Mana shu tushunchalarni ulamolarimiz bu o'rinda ko'rsatib o'tganlar. Albatta bu mavzuda kelgan masalalarni ham hammasini vaqtimiz qisqarcha yetkaza olmaymiz, lekin biz salom berish kerakligini umumiy qoidalarni eslab olishimiz kerak. Yana ham bir yakuniy xulosa tarzida to'xtaladigan bo'lsak, salom berishlik sunnat. Bu islom sunnati. Bu musulmonchiligimizning sunnati. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnati. Men uni yoqtirmayman degandaqa bo'lish kerak emas. Salom musulmonlar o'rtasida salomlashlik bu musulmonlar o'rtasidagi totuvligini, jipsizligini, o'zaro mehr, oqibatni mustahkamlaydigan omillardan biri va bu bilan insonlar o'rtasida bir-biriga muhabbat, iliqlik bo'ladi. Va bir-birlarining o'rtasida to'liq muhabbatli bo'lmaganlar jannatga kira olmaysizlar deb payg'ambarimiz alayhisolam eslatganlar. Endi mana shu sizga kimdir bir xayol bilan salom bera olmay qoldingiz. Xayolingiz boshqa narsa bo'lib qoldi, e'tiborsiz bo'lib qoldingiz. Sizga kimdir salom berdimi? Siz albatta unga javob qaytarishning harakatini qiling. Chunki salom berishlik sunnat bo'lsa, alik olishlik farz. Ba'zi o'rinlarda vojib deb aytiladi, ba'zi o'rinlarda farz deb keltiriladi. Ya'ni u salom berishdan ko'ra unga alik olishlik muhimroq ekan. Ba'zida bir odam salom bersa, salomga javob bergisi kelmaydigan odamlar bo'lib qoladi. Shu odamning salomiga teskari qaraydi, hech odam yoqtirmayman degandaqa bo'ladi. U bizning fe'limiz, bizning xulqimiz, tabiatimiz u boshqa narsa. Lekin bu bizning dinimiz, diniy amaliyotimiz, diniy zimmamizdagi vazifalarimizdan ekan. Salom berdimi, bizga yoqadimi, yoqmaydimi, alik olish kerak. Ochiq yuz bilan, teskari qaramasdan, malollanmasdan. Mana shu narsa dinimizdagi muomalatlarning eng birinchi ko'rinishi ekan.